Salom bolajonlar. 16 qo'shilgan 9 ni hisoblang. Agar javobingiz 25 bo'lsa, ajoyib. Lekin uni qanday topdingiz? Bugun biz qo'shishning maxsus usulini o'rganamiz. Bu usul yordamida 16 qo'shilgan 9, 35 qo'shilgan 27, 71 ayrilgan 5, 63 ayrilgan 39 kabi misollarni oson yecha olamiz. Keling, boshlaymiz. Oldingi darsda sonlarni qo'shganda birliklar yig'indisi 10 dan oshmas edi. Bugun esa boshqacha. Masalan, 16 qo'shilgan 9. Birliklarni qo'shamiz. 6 birlik bilan 9 birlikni qo'shsak necha bo'ladi? 15. Bu esa bitta o'nlik va 5 ta birlik degani. Natijada esa 25 hosil bo'ldi. Demak, biz yangi o'nlik hosil qildik. Matematikada buni xonadan o'tib qo'shish deyiladi. Keling, xonadan o'tib qo'shishga doir misollarni birgalikda yechamiz. 36 qo'shilgan 8 ni hisoblaymiz. Bu juda qiziq misol. 36 va 8 ni birgalikda tasvirlaymiz. 36 da 3 ta o'nlik va 6 ta birlik bor. 8 da esa 8 ta birlik bor. 36 ga 8 ni birdan qo'shmaymiz. Uni avval 40 ga yetkazib olamiz. 36 ga nechta birlik qo'shsak 40 bo'ladi. To'g'ri, 4 birlikni qo'shsak 40 bo'ladi. Demak, 8 ni 4 va 4 ga ajratib olamiz. Dastlab 36 ga 4 ni qo'shamiz. 36 qo'shilgan 4 teng 40. Keyin 40 ga 4 ni qo'shamiz. 40 qo'shilgan 4 teng 44. Javob 44. 36 qo'shilgan 8 teng 44. Endi esa 63 dan 5 ni ayiramiz. 63 va 5 ni birliklarda tasvirlaymiz. 63 da 6 ta o'nlik va 3 ta birlikdan iborat. 5 ta esa 5 ta birlikdan iborat. Ko'rib turganimizdek, 63 ning birliklaridan to'g'ridan to'g'ri 5 ta birlikni ayira olmaymiz. Buning uchun 5 ni 3 va 2 ga ajratamiz. Dastlab 63 dan 3 ni ayiramiz. 63 ayrilgan 3 teng 60. Keyin 60 dan 2 ni ayiramiz. 60 dagi bitta o'nlikni birliklariga maydalaymiz. Bunda bitta o'nlik 10 ta birlik bo'lib, undan 2 ni ayirsak 8 birlik hosil bo'ladi. O'nliklar esa 5 ta qoladi. 60 minus 2 teng 58. Demak, 63 ayrilgan 5 teng 58. Endi 45 qo'shilgan 37 ni qo'shishni bajaramiz. Bu misolni ikki xil usulda yechishimiz mumkin. Birinchi usul: o'nliklarni va birliklarni alohida qo'shamiz. 4 ta o'nlikka 3 ta o'nlik qo'shsak 7 ta o'nlik bo'ladi. 40 qo'shilgan 30 teng 70. 5 ta birlikka 7 ta birlikni qo'shsak 12 ta birlik bo'ladi. 5 qo'shilgan 7 teng 12. Keyin o'nliklar va birliklarni qo'shamiz. Ahamiyat bering. Bu yerda 12 ta birlikni bitta o'nlik va 2 ta birlik ko'rinishiga yozamiz. 70 qo'shilgan 12 teng 82. Demak, 45 qo'shilgan 37 teng 82. Ikkinchi usul: 37 sonini 30 va 7 ga ajratamiz. Dastlab 45 ga 30 ni qo'shamiz. 45 qo'shilgan 30 teng 75. Keyin 75 ga 7 ni qo'shamiz. 75 qo'shilgan 7 teng 82. Ikkala usulda ham javob bir xil, 82. 54 minus 28 ayirishni bajaramiz. 54 va 28 ni keling birgalikda tasvirlaymiz. 54 da 5 ta o'nlik va 4 ta birlikdan iborat. 28 da esa 2 ta o'nlik va 8 ta birlikdan iborat. Dastlab 54 dan 20 ni ayiramiz. 54 minus 20 teng 34. Keyin 34 dan 8 ni ayiramiz. 34 dagi bitta o'nlikni birliklarga maydalab olamiz. Natijada 2 ta o'nlik va 14 ta birlik hosil bo'ladi. 14 ta birlikdan 8 ta birlikni ayiramiz. Birliklar 6 ta va o'nliklar 2 ta qoladi. Demak, 34 minus 8 teng 26. Qo'shishni ustun shaklda xona birliklari jadvalida bajaramiz. 36 qo'shilgan 28. Endi xona birliklari jadvalidan foydalanamiz. 36 da 3 ta o'nlik, 6 ta birlikdan iborat. 28 da esa 2 ta o'nlik, 8 birlikdan iborat.
Dastlab birliklarni qo'shamiz. 6 qo'shilgan 8 teng 14. 14 birlik bu bitta o'nlik va 4 birlikdan iborat. Mana shu yerda xonadan o'tish sodir bo'ldi. Bitta o'nlikni o'nlar xonasiga yozib qo'yamiz. Birlar xonasiga esa 4 ni yozib qo'yamiz. O'nlar 3 qo'shilgan 2 qo'shilgan 1 bo'lib, natija 6 ta o'nlikdir va 6 ni o'nlar xonasiga yozib qo'yamiz. Demak, 36 qo'shilgan 28 teng 64. Endi 63 ayrilgan 34 ni bajaramiz. 63 sonida 6 o'nlik va 3 birlik bor. 34 da 3 o'nlik va 4 birlik bor. 3 birlikdan 4 birlikni ayira olmaymiz. Shuning uchun 63 ning bitta o'nligini maydalab olamiz. 6 o'nlikda 5 o'nlik va 10 birlik. Endi 13 birlikdan 4 birlikni ayiramiz. 9 birlik hosil bo'ldi va 9 ni birliklarga yozamiz. 5 o'nlikdan 3 o'nlikni ayiramiz. 2 o'nlik hosil bo'ldi va 2 ni o'nliklarga yozib qo'yamiz. Demak, 63 ayrilgan 34 teng 29. Keling, olgan bilimlarimizni masala yechishga qo'llaymiz. Chizmaga qarang. Unga ko'ra ertak kitoblar 17 ta, hajviy kitoblar 15 ta, jami kitoblar 55 ta. Biz romanlar nechtaligini topishligimiz kerak. Avval ertak va hajviy kitoblar sonini qo'shamiz. 17 qo'shilgan 15 nechaga teng? Nechi? To'g'ri, 32. Endi 32 ni jami kitoblar soniga ayiramiz. 55 ayrilgan 32 necha bo'ladi? To'g'ri, 23. Demak, romanlar soni 23 ta ekan. Bugun biz xonadan o'tib qo'shishni, ayirishni, o'nliklarni maydalab qo'shish va ayirishni o'rgandik. Endi sizga savol. 54 qo'shilgan 27 ni necha xil usulda yecha olasiz? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Ko'rishguncha xayr bilimdonlar.